Bugungi videoda biz har daraja oshgani sari har xil kuchli bo'lgan cheatlarni sinab ko'raveramiz va videoning oxiridagi cheatlar sizni aniq hayratda qoldirishi mumkin. Video juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman va hamda kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz ham anchagina savob ish qilgan bo'lardingiz. Va mana biz videomizdan boshlab oldik va yog'och bolta bilan bizga berilgan bonus narsani sindirib olishimiz kerak bo'ladi va ichidagi narsalarni tiqqala qilib olib ketamiz. Chunki biz kirisamiz va biz tezroq kuchayib ketishimiz kerak bo'ladi. Va men har doimgidek albatta tabiatga foyda tegishmasada daraxtlarni ekib ketyapman va bizga kerak narsalar mana bu qo'ziqorin, baliq. Baliq bizga kerak bo'lishi mumkin edi, lekin biz kipirmiz va biz hech qanaqa qo'rilmagan baliqni yemaymiz. Chunki biz yaqinda birga bo'lamiz. Shuning uchun ham albatta kanalga obuna bo'lib qo'ying va men bu qo'yni o'ldirmayman. Chunki u oppoq ekan va menga oppoq qo'ylar albatta yoqadi bor. Va men o'zingiz ko'rib turibsizki, biz toshdan anchagina mayli aytib boramiz va biz anchagina toshdan kuchayib oldik va bizga daraja kerak bo'ladi va daraja uchun bizga ot kerak bo'ladi. Va men ekranim o'zi ketib qolyapti, bilmadim nimaga, cho'ta nimadir kasal bo'lgan. Okey, va bu yerda shaxta bor ekan va ichiga tushamiz va bu yer qop-qorong'i har doimgidek va bizda menimcha falker deb fakir bo'lsa kerak. Va mana qo'limizda mash'al ekan bu o'zbekchasiga. Bilmasanglar kommentariyaga bilardim deb yozib qo'yinglar. Daldagi ichida mayli e'tibor bermaymiz. Cho'ta men kasalman bugun. Mayli bu yerda juda ham ko'p ko'mirlar bor ekan va bu ko'mirlar bizga aniq oz qotadi. Yetish. Va mana g'oyat va bizda birinchi daraja allaqachon bor va bu albatta kerak bo'ladi bizga. Va biz avval cheatlar kiradigan joyga ochamiz va biz qanday cheatersak ekan. Men g'ordaligimni inovatga olsak menga kechasi tunga ko'rish effekti kerak va menga aynan shu effektni yozib olishim kerak, qo'lim qiyshiqlik qilmasdi. Ana endi ishimizga samara beryapti bola. Endi bemalol ko'mirni ham, bemalol anaqa jelezalarni ham ko'rishimiz oson bo'ladi. Va nihoyat shu narsani topaman deb o'lib ketaman deb o'yladim. Bilin, bu bratni qarzini bermaganmidim? Brat qarzim yo'q edi, pulim yaxshi. Momo hal bo'ldi. Yo bilay aytdim, qarzimni to'lamagan odamlar ham qolib ketgan ekan. Yebbat, endi nima qilaman men? Qarzim yo'q ekan, lekin pulim yo'q to'g'rirog'i. Qaramay turing, sekin pullar ijaraga o'marib ketishim kerak. Chunki bu sizni koningiz, bu sizni pullaringiz. Endi men sizga qarz berib tursangiz yaxshi, endi savobga to'g'rimi? Nima birdaniga 3 ta skelet nima sizlar talba qilyapsizlar meni? Bu yog'i zisiz dun bo'ladi-yu, qochmasa lekin o'sma shunday bo'lardi, lekin bola serios. Menimcha ulardan qutuldim. Xo'p, menimcha u yerda hech kim yo'q. Sekin cho'rsa bo'ladi. Ha, endi nima ham deysizlar, bu tabiiy holat-ku. Endi bu shunaqa hayron qolanadigan joyi yo'q buni, to'g'rimi? Bolalar xafa bo'lmaslar degan umiddaman. Endi mujikchilikda bo'lib turadi. Endi men o'lib ketdim endi. Shuni endi sekingina kreativdan oldim. Endi o'zim narsalarni oldim. Almas narsalar qo'yganim yo'q. Mana shu brat to'ldirsak, menimcha biz albatta birinchi darajaga erishdik. Va bu darajaga biz yana nimadir qanaqadir cheat qilsak bo'ladi. Misol uchun meni miyamga bitta zo'r g'oya keldi. Qaranglar, men hozir o'zimni bu dunyodagi eng kuchli stretch effektini qo'llaman va bittalarda hammani o'ldirib yuboraman bolalar. Ana biz birinchi qurbonimiz va mana o'zingiz ko'rib turibsizki, bittalarda u bechara o'lib qoldi va uni ham bittalarda o'ldiraman qaranglar. Men tegaman bitta silab qo'ysam o'lib qoladi bola. Hatto Ender Dragon ham bitta qo'limda o'ldirib qo'ya olaman bemalol. Aytdim, bu cheatlar juda ham kuchli dedim. Sizlar ishonmaysizlar, lakan bosmaysizlar o'zi. Siz hali meni o'ldirolmadingiz. Siz meni o'ldirolmadingiz, bittalarga bormaysiz. Siz ham bittalarga bormaysiz. Nima men oldimga kelyapsiz? Bizda уже 4-daraja ham bor va biz xasrojaga tushib, o'zi ham oq junni qo'yamiz va oq junni qo'ygandan keyin oq jun uchun chatga kirib cheat yozamiz bolalar, chutki. Cheat orqali olmos olish hech miyam kelmagan ekan va men aynan shu ishni qilib ko'rdim bolalar. Naqd 64 almos oldim. Va bu almos menga yetib oshadi ham. Biz avvalo versagini yasab olamiz va versagini mana bu yerga qo'yamiz. Hamda versagini ichiga kirgandan so'ng mana bu tugmani bossak, biz bemalol almazdan narsalarni yasab olsak bo'ladi. Kerak bo'lsa mana bunday va mana bunday va men bemalol bularni kiyib ham olaman. Va men tekinga oddiygina cheat bilan almazli narsalar bo'ldim. Ajoyib. Meni miyamga bitta g'oya kelib qoldi. Qanaqa g'oya deysizlarmi, hozir o'zlaringiz ko'rasizlar. 15 qilamiz va o'zingiz ko'rib turibsizki, biz flashimiz. Va bizga bu juda ham kerak bo'ladi. Qaranglar, yurishimni qaranglar. Bu juda ham ajoyib-ku bolalar.
Agar sizlarga ham bu cheatlarni hammasi kerak bo'lsa, Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda bir-biridan qiziqarli va meni hayotim haqida ham videolar chiqib turadi. Va mana bu bitta ko'ryapsizlar, bitta ursam o'lib qoladi bola. Bu menga ham juda ham yoqayapti bu cheatlar hammasi. Va men yana 2 ta ko'proq cheatlar qildim, lekin afsuski videoga olinmay qolibdi. Ming bor uzr bola. Va men sizlarga hozir cheatlarni tushuntirib o'tiraman. Bu birinchi cheat, biz sakrasak osmonlarga qarab uchib ketamiz va ikkinchi cheat esa sakraganimizki pastga sirazi tushib o'lib qolmaslik uchun sekin qulash effekti. Va bu bizga juda ham kerak bo'ladi, lekin astalik bilan pastga tushsak ham umuman jonimiz ketmaydi. Va men shu yerda water drop qilmoqchiman. Va water drop'im o'xshadi menimcha. Enerjik nomadi bilan o'ynashmi? Bunaqa narsa Bedrock Minecraftda uchrashi juda ham qiyin. Zombini qishlog'i, ya'ni chirigan qishloq. Men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam shunday iboratki, bo'ldi. Menda juda ham ajoyib idea paydo bo'ldi. Biza mana shu oddiygina mergam Ender Dragon, ya'ni ajdarxonni chaqirsak bo'ladi. Faqatgina bizga birozgina daraja kerak cheat ishlatishimiz uchun va biza mana bu qo'yni o'ldirsak, menimcha daraja yetarli bo'ladi. Tepaga uchib ketishim sal xalaqit beryapti, lekin men sizlarga bitta yomon yangilik aytishim kerak. Men hozir daraja yig'dim va Ender Dragon'ni ajdarxonni chaqirib qildim, lekin u Chris uchib ketdi. Chris o'yda video olinmay qoldi. Chris uchib ketib qoldi. Kelunga ko'ra Wither spawn qilamiz. U ham qanaqadir bilmaydiganlar uchun boss va u bossni ham bemalol bitta urib o'ldirib qo'yamiz. Yebbat. Bu juda ham oson bo'ladi. Spawn bo'lishiga uraman, qarab turinglar. Agar uchib ketishga ulgurmasa, blin. Har sakraganimda Witherga juda ham yaqin qolyapman, lekin ura olmayapman, ko'rasizlarmi? Va juda yaqin kelyapman, lekin ura olmayapman. Bu kriza chetonatib olganmi, bir oldiga kela olmaydigan. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Chicha masofa. Hozir qaranglar, oxirgi sakrashim va albatta bo'ldi. Bunaqa videoga like bosib, obuna ham bo'lib qo'ysangiz deydi bola. To'g'risini aytsam, bu video juda ham olishi qiyin bo'ldi. Kerak bo'lsa men 2-3 soatlab vaqtim ketdi. Shu la'natini o'ldirish uchun bola, seriyozna. Va videoga like bosib, obuna ham bo'lib qo'yinglar va bunaqa qiziqarli videolarni chiqishi uchun kanalni rivoji uchun like, kommentariy ham qoldiring. Va albatta keyingi videoga uchrashguncha deyman. Xayr, sog' salomat bo'linglar.